بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين والطاهرين. fazilatli kun juma kuniga ibodatiga o'zi musharraf aylagan buyuk Parvardigorga hamdu sanolar bo'lsin. Bu kunlarning fazilatini siz bilan bizga targ'ib qilgan, ta'lim bergan mehribon payg'ambarimizga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum muhtaram ahli jamoatil muslimin. Bugun fazilatli ayyom juma kuni 2025-yil 12-dekabr sanasi va hijriy sanamizda 1447-hijriy sananing 21-jumada soniy kunlarida jamul-jam bo'lib turgan ekanmiz. Parvardigorim barchalarimizni bosib kelayotgan qadamlarimizga qiyrat ajrlar bersin. Muqaddam bandalik bilan bilib bilmasdan qilgan sahv xatolarimizni kechirsin. Gunohlarimizni o'zi mag'firat aylagan bo'lsin. Azizlar, Sayyidul ayyom mu'min musulmonlar uchun eng katta farah-baxsh kun, xursandchilik kuni. Va bu kunda demak Parvardigor Jalla va Aloning amriga itoat qilib juma ibodatiga jamul-jam bo'lyapmiz. Payg'ambar alayhisolatu vassalom muborak hadis shariflarida har bir tirik jon uchun qilingan yaxshilikda ajr bor deganlar. Ya'ni har bir tirik jon uchun qilingan yaxshilik besamar ketmaydi. Har bir tirik jon uchun qilingan yaxshilikning evazi bor. Evazi bu ajr va savob bo'ladi. Shuning uchun demak jamiyatda yashayotgan ekanmiz azizlar, nafaqat insonlarga balki hayvonot olamiga ham e'tiborli va albatta ehtimomli bo'lishligimiz shariatimiz mana shuni buyuradi bizga. Demak, hayvonlarga ham ozor bermasdan qo'limizdan kelsa yaxshilik qilishligimiz. Insonlarga-ku gap yo'q, insonlarga yaxshilik qilishga mukallaf taklif qilinganmiz. Va hayvonot olamiga ham aziyat bermasligimiz lozim bo'ladi. Aziyat berganlarning holati bo'yicha payg'ambar alayhisolatu vassalom nima dedilar? Payg'ambar alayhisolatu vassalom bir kuni sahobiy ikromlarga nasihat qilib turib aytdilar: bir ayol bir mushuk tufayli do'zaxga mahkum bo'ldi dedilar. Shunda sahobiy ikromlar so'rashdi: ya Rasululloh, u ayol nima uchun do'zaxga mahkum bo'ladi mushuk tufayli? Payg'ambarimiz aytdilar: u ayol mushukni qamab qo'ydi. Unga ovqat bermadi, unga suv bermadi, unga ozuqa bermadi. Haligi mushuk och nahorlikdan sillasi qurib o'ldi. Allohning qahriga yo'liqib haligi ayol do'zaxni o'zini bo'yniga oldi dedilar. Demak azizlar, jamiyatda yashayotgan ekanmiz. Biz insonlarga hurmat izzatimiz cheksiz bo'lishligi kerak. Lekin hayvonot olamiga ham rahim shafqatli bo'lishligimiz biz uchun foydali. Shuning uchun payg'ambarimiz aytayaptilar: har bir tirik jon uchun qilingan yaxshilikda ajr bor, savob bor. O'lkan savobli ajrlar bor deb payg'ambarimiz marhamat qildilar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatida kelgan hadis. Demak azizlar, dinimizda ba'zi ko'rsatmalar xalqimizda qon-qoniga singib ketgan. Qon-qonimizga singib, hattoki milliy qadriyatlarimizga aylanib ketgan. Ana o'shanday chiroyli xulqlardan biri yoshi ulug'larga hurmat bilan qarashlik, yoshi ulug'larni ehtirom qilishlik, yoshi ulug' otalarni, onalarni hurmatini joyiga qo'yishlik dinimizning asosiy ta'limotlaridan. Bugungi suhbatimiz aynan
yoshi ulug'larga, kattalarga hurmat qilishlik masalasi bo'yicha Alloh qodir qilgunicha to'xtalib o'tamiz. Undan oldin Parvardigor Jalla va Aloning Qur'oni Karimdagi insonning yaratilish tarixi va insonni ana undan keyin yaratgandan keyin unga quvvat berilishi va undan keyin yana bir ojiz, zaif qatlamga aylanishligi haqida zikr qilgan oyatini o'qib o'tamiz. Parvardigor Rum surasini 54-oyatida shunday zikr qiladi. Astaizu billah. Allohul-ladzi xalaqakum min za'fin summa ja'ala min ba'di za'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin za'fan wa shaybatan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qodir. Qarang, insonni yaratilishining aytayapti Parvardigor. Alloh shunday zotki, sizlarni zaif narsa deb u joyda mufassirlarimiz bir tomchi suvdan yaratdi deyapti. Insonning yaratilishligi bir tomchi suvdan yaratiladi. So'ngra sizlarga Parvardigor Jalla va Ala zaiflikdan keyin quvvat paydo qildi. Quvvatli qildi. Dunyoga kelgandan keyin, katta bo'lgandan keyin quvvatni Parvardigor beradi. So'ngra quvvatdan keyin yana zaiflik va qarilikni paydo qildi. Parvardigoringiz xohlagan narsani yaratadi, u bilimdon va cheksiz qudrat sohibidir deb Parvardigor Jalla va Ala o'zini mana shunday ta'rif qiladi. Haqiqatan shunday azizlar. Biz yaratilish tariximiz bu bir parcha suvdan, bir tomchi suvdan yaratilganmiz. Va yaratilishlik jarayonini payg'ambar alayhisolatu vassalom o'zlarining pandu nasihatlarida zikr qilganlar. Ya'ni inson dunyoga kelishligidan oldin 40 kun onaning qornida nutfa holatda bo'ladi. Va 40 kundan keyin alaqaga, bir parcha qonga aylanadi. Qarang Allohning qudratini, mo'jizasini. Yaratilishligimizdan, dunyoga kelishligimizdan oldingi holatni payg'ambarimiz ta'rif qilyapti. Birinchi nutfa, 40 kun mobaynida onani qornida nutfa bo'lib turar ekanmiz. Ikkinchi 40 kun mobaynida onani qornida alaqa degani bir parcha qon degani. Alaqaga aylantiradi Parvardigor. Va uchinchi esa 40 kunlikda Parvardigor Jalla va Ala muzg'aga aylantiradi. Muzg'a deb bir parcha etga, go'shtga aytiladi. Bir parcha et, go'sht bu muzg'a. Ana endi 120 kun bo'lganda Parvardigor Jalla va Ala insonga ruh ato etadi. Insonga jon beradi. Jon ato etadi va ana o'sha 120 kunlikda 4 ta narsani Parvardigor Jalla va Ala qadariga bitadi, taqdiriga bitadi. Nimani? Birinchisi, insonni dunyoga kelishdan oldin 120 kunlik bo'lganda, ya'ni 4 oylik bo'lganda rizq nasibasini peshonasiga bitar ekan. Qancha rizq nasibasi bo'ladi dunyoda? Va ikkinchisi, qancha umr ko'rishligidan peshonasiga bitar ekan. Uchinchi peshonasiga bitiladigan narsa nima amal qiladi bu dunyoda? Kasb va hunarini ham onaning qornida payti taqdiriga bitib qo'yar ekan. To'rtinchisi, insonning saodatli yoki baxtsiz ekanligini ham onaning qornida payti Parvardigor Jalla va Ala bitib qo'yadi deb payg'ambarimiz marhamat qildilar. Demak, azizlar, biz dunyoga kelishdan oldin hayotimiz mana shundan iborat. Onaning qornida 40 kun nutfa, undan keyin 40 kun qon bir parcha, undan keyin 40 kun mobaynida bir parcha et bo'lib, ana undan keyin 120 kunlik bo'lganda jon berar ekan. Jon ato etar ekan, ruh berar ekan Parvardigor Jalla va Ala. Va ana o'sha 120 kunlik jon ato qilingandan keyin
ruh ato qilingandan keyin farzandlarga 4 ta narsani taqdir qilishligini hozirgina zikr qildik. Ana endi Parvardigor Jalla va Aloning ushbu oyat karimasini ko'rsak, Parvardigor aytayapti, birinchi sizlarni Parvardigor Jalla va Alo zaif narsadan, bir tomchi suvdan yaratdi. Aslilar o'zi bir tomchi suv. Yana ana o'sha zaiflikka bir kun qaytasizlar. Undan oldin sizlarga Parvardigor quvvat beradi. Haqiqatan shunday. Bola bo'lib dunyoga kelganimizdan keyin katta bo'lganimizda belimizda quvvat bo'ladi va bilagimizda kuch bo'ladi va ancha muncha narsaga qudratimiz yetadigan bir inson xilqatiga aylanamiz. Va Parvardigor aytayapti, ana o'sha quvvatli bo'lganinglardan keyin summa ja'ala min ba'di quvvatin za'fan va shaybatan. Quvvatli bo'lganinglardan keyin yana bir kun keladi sizlarni yana zaif holatinglarga, qarilik holatiga sizlarni Parvardigor qaytaradi. Ya'ni qarilik albatta bu har bir insonga beriladigan umr, nasiba ekanligini Parvardigor ogoh qilib aytayapti. Yaxluqu ma yasha. Xohlagan narsamni men yarataman. Men cheksiz qudrat sohibiman deb Parvardigor Qur'oni Karimda o'zi bayon qiladi. Demak, azizlar, har bir inson bir kun kelib keksayganda unga zaiflik yetishligi. Keksayganimizda yoshlikdagi quvvat bo'lmaydi. Bilagimizdagi kuch ham bo'lmaydi. Belimizdagi quvvat ham bo'lmaydi. Va bu demak keksayishlik ham yaxshilik bilan yashab o'tib solih amallarni qilsak, qarilikning ham o'ziga xos gashti bor azizlar. Agar biz yaxshilik bilan yashamasak, Alloh saqlasin, qariganda Alloh fayz berishligi amri mahol narsa. Abdulloh ibn Busr roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisolatu vassalom marhamat qilib aytadilar. Rasulullohdan bir inson so'radilar. Ya Rasululloh, insonlarning, odamlarning eng yaxshisi kim? Mana sizlarga ham savol. Eng yaxshi odam kim? Payg'ambarimiz javob berdilar. Qala Rasuluna sallallohu alayhi vasallam xayrun nasi man tala umruhu va hasuna amaluhu dedilar. Odamlarning eng yaxshisi umri uzun bo'lib, amali chiroyli, amali solih bo'lgan insonlar deb payg'ambarimiz aytdilar. Demak, umrning uzun bo'lishligi ham bu bizga bog'liq narsa emas. Buni onaning qornida payti Parvardigor bitib qo'ygan. Kimning qancha umr ko'rishligini, qancha yil yashashligini. Va ana o'sha umrning uzoq bo'lishligi bizga bog'liq bo'lmasa-da, amallarning go'zal bo'lishligi o'zimizga bog'liq azizlar. Yaxshi amal qilib o'tsak, birovning haqqiga xiyonat qilmasak va birovga aziyat bermasak va birovni albatta demak ranjitmasak, chiroyli solih amallarni qilsak, Parvardigor Jalla va Alo qaraganda bizga fayz berar ekan, futuh berar ekan, ilohiy barakotni ziyoda qilib qo'yar ekan. Aksar odamlar yoshi ulug' bir fayzli qariyalarga talpinadi. Nimaga? Undagi fayz, undagi barakotlardan bizga ham nasib etsin deb. Demak, qariganda fayzli bo'lishlik uchun yoshligimizdan bir qancha amallarni qilib borishligimiz kerak bo'ladi. Nima amal? Birinchisi, yoshlikdan ilmga, kasbga, hunarga harakat qilishligimiz kerak. Ikkinchisi, demak, diyonatni, halollikni o'zimizga kasb qilishligimiz kerak. Qariganda fayzli bo'lay desangiz. Uchinchisi, o'zgalarga, odamlarga foydamiz tegishligi kerak. Va albatta
o'zimizga doimo yaxshilikni ravo ko'rdikmi, ana o'sha narsani boshqalarga ham ravo ko'rishligimiz kerak. Ana o'shanda yoshi ulug' bo'lganda qariganimizda fayzli qariymiz, barakotli qariymiz va albatta qarilik davrida Parvardigor Jalla va Ala ilohiy barakotni berib qo'yar ekan. Albatta bu hayot azizlar, hayotda endi juda ko'p chig'iriqlardan o'tamiz, sinovlardan o'tamiz. Hayotni o'zi turgan bitgani sinov ekanligini Parvardigor Qur'oni Karimda ochiq bayon qilgan. Nima? Parvardigor aytadi: Astaizu billah va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju' va naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Sadaqallohul azim. Parvardigor aytadi: Oy bandalarim, hayot sizlarga o'yinchoq emas. Hayotni sizlarga men sinov uchun berdim. Sizlarni turli yo'llar bilan sinayman. Valanabluwannakum degani sizlarni imtihondan o'tkazaman. Nimada? Bishay'in minal khawfi, qo'rquv bilan, xavf bilan, xatar bilan sinovdan o'tkazaman iymoniylarni. Val ju'i va och nahorlik bilan, yetishmovchilik bilan sinovdan o'tkazaman. Val ju'i va naqsi minal amwal va mol va dunyoni yetishmovchiligi bilan sizlarni sinayman. Haqiqatan hamma sinovlar boshimizdan o'tgan azizlar. Mol va dunyoning yetishmovchiligi ham yo'inki shunga o'xshash val ju'i va naqsi minal amwali va mol va dunyoning kamyob qilib qo'yishlik bilan ham sizlarni sinayman. Val anfusi va sizlarning eng yaqin qadrdoniylarni o'zimning huzurimga qaytarishlik bilan ham sinovdan o'tkazaman. Val anfusi vas samarati va sizlar iste'mol qiladigan meva-chevalarni ham kamyob qilib sizlarni sinovdan o'tkazaman. Va bashiris sobirin. Va ey Habibim, ana o'sha sinovlar kelgan paytida bu Xudoning sinovi, Xudoning imtihoni deb sabr qilgan bandalarga xursandchilik xabarini bering, jannat ularga beriladi. Alladina idza asobathum, ya'ni ularga bir musibat yetib qolsa, qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydi. Ey Parvardigor, biz hammamiz sanikimiz va bir kun seni dargohingga qaytuvchimiz deb sinov kelganda o'zlarini ular sabr bilan, matonat bilan sinovimga bardosh beradi. Ana o'sha bandalarga oxiratda xursandchilik xabari bor, jannat borligini ayting deb Parvardigor Qur'oni Karimda bayon qiladi. Demak azizlar, dunyo hayoti sinovdan iborat ekanmi? Sinovni oldida biz 3 ta narsa bilan sinovdan o'tib ketishligimiz mumkin. Nima bilan? Birinchisi sabr bilan. Ya'ni sinov kelgan paytida nega bunaqa bo'ldi? Mas inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb Allohdan istirjo talab qilishligimiz kerak. Allohdan bu narsadan madad talab qilishligimiz kerak. Va ikkinchi bizni qalqonimiz sabr qilishlik bo'ladi. Sabr bilan sinovlardan o'tiladi va hayotning sinovlaridan shukr bilan o'tiladi va hayotning sinovlaridan qanoat bilan o'tiladi. Sabr demak musibat kelgan paytida sabr qilinadi va ne'matlar bor payti shukr qilinadi, yo'g'iga sabr qilinadi va albatta boriga shukr, yo'g'iga sabr qilishlik bu qanoat qilinadi. Hayotda yana takror aytaman, to'kis odamning o'zi yo'q. Hamma odamning o'ziga xos muammosi bor.
domlani ham muammosi bor, noiblarni ham muammosi bor va har bir tadbirkorni ham o'ziga yarasha muammosi bor. Hayotda to'kin odamni o'zi yo'q azizlar. Shuning uchun demak, biz boriga shukr, yo'g'iga sabr, qanoatli bo'lishlik bilan Allohning sinovlaridan o'tishligimiz mumkin. Ana endi bizni ko'proq bir hayotda chalg'itib qo'yadigan narsa bor. Nima? Bu bizni hamma tomonidan ishimiz o'xshab tursa, yonimizda notanishlar ham tanish bo'ladi. Qarindosh bo'lmaganlar qarindoshdan-da yaqin bo'ladi. Va hattoki yonimizga kelib bizni yuzimizni, ko'zimizga qarab maqtaydi. Mana shu narsa ham sahobalarning davrida ham bor ekan. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdilar: "Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ana madinatul ilm va aliyun babuha." Aw kama qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz aytdilar: "Man ilm shahriman. Man ilm shahriman va Hazrati Ali bu shaharning darvozasi, ilmning darvozasi" dedilar. Ali roziyallohu anhuga mana shunday ta'rif berdilar. Hazrati Ali roziyallohu anhu dek ilmli odam Rasulullohdan keyin yo'q edi. Mana shunday ilmli zot edilar. Shuning uchun payg'ambarimiz ilm darvozasi Ali dedilar. Hazrati Ali roziyallohu anhuning davrlarida, xalifalik davrida odamlar bir masalada murojaat qildi. Juda katta jamoat yig'ilgan. "Ey Ali, falon masala nima bo'ladi?" deganlarda Hazrati Ali roziyallohu anhu u masalani yechimini bayon qilib berdi. Chunki ilm bor. Ilmli Hazrati Ali yechib bergandan keyin odamlar xursand bo'ldi. Chunki ko'pchilikka bu narsa juda og'ir ta'sir qilayotgandi. Hazrati Ali yechib berganlaridan keyin arablarda ham o'sha paytda shu odat bor ekanda. Bir arab Hazrati Alining yoniga kelib, Hazrati Alini maqtay boshladi. Urug'larini va naslarini maqtay boshladi. Shunda Hazrati Aliga bu narsa sal erish tuyuldi. Shunda aytdi haligi arabga, "Siz meni avvalimni yu oxirimni bilasizmi?" Haligi arab javob bera olmay qoldi, maqtayotgan. Maqtov hammaga yoqadi. Maqtasa siz zo'rsiz desa hamma uchadi. U shaytonning vasvasasi bo'ladi azizlar. Maqtovga uchish kerak emas. Aqlli odam maqtovga uchmaydi. Fahmli odam, farosatli odam, zakovatli odam hech qachon maqtovga uchmaydi va o'zini aslini yo'qotmaydi. Hazrati Ali roziyallohu anhu haligi maqtayotgan arabga savol berdi: "Siz meni avvalimni yu oxirimni bilasizmi?" Haligi arab tutilib qoldi. "Yo'q, bilmayman" dedilar. Shunda Hazrati Ali roziyallohu anhu aytdilar: "Meni avvali yaratilishligim bir nutfa suv edi. Suvdan bir tomchi suvdan yaratilganman. Oxirim esa" dedilar, "oxirim qurt qumursqalariga yem bo'ladigan jifaga aylanaman." Ya'ni qabrga dafn qilingandan keyin qurt qumursqalariga aylanadi, ularning ozuqasi bo'lgan jifaga aylaniladi. Mani unday maqtamang. Mani maqtasangiz unda menga bu narsa yoqmaydi deb Hazrati Ali roziyallohu anhu maqtashdan qaytardilar. Demak azizlar, hayotda ham demak biz mana shunday sinovlarga to'g'ri kelgan paytida maqtovga uchib qolib, "Yo, men shunaqa ekanman" deb kibrga ketib qolmang deyapti Hazrati Ali. O'zi aslini bilsangiz, aslingiz bir parcha suvdan yaratilgan. Va yana bir kun keladi, zaif bir insonga aylanib, yana jifaga aylanasiz deb aytayaptilar. Payg'ambar alayhisolatu vassalomdan so'rashgan ekan. Abu Dovud rivoyatida kelgan hadis: "Ya Rasululloh, Xudo kimni yaxshi ko'radi?" Haqiqatan qiziq savol. Xudo kimni yaxshi ko'radi ya Rasululloh dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdilar:
kimda kim yoshi ulug' musulmonlarni hurmatini joyiga qo'ysa, o'sha bandani Xudo yaxshi ko'radi dedilar. Demak, yoshi ulug'larni hurmat qilishligimiz ham dinimizning ta'limoti azizlar. Islomning boshqa dinlardan farqli jihati aynan mana shunda. Mana musulmonlar, otalarimiz, onalarimiz qariganda birontasini tashab qo'ymaymiz. Qo'limizdan kelguncha xizmatini qilamiz, duosini olamiz. Ertaga biz ham mana shunday yoshi ulug' bo'lganda bolalarimiz bizga ham mana shunday mehribonchilik qilsin deb qaraymiz. Boshqa din vakillarichi? Mana taraqqiy etgan davlatlarni og'zimizni suv oqib gapiramiz. O, Yevropa unday, emasam okean ortida bunday, lekin o'shalarning qariyalarni ko'ringlar nima ahvolda. Bechora yillar mobaynida bolasini, nabiralarini kutib yashaydi uyida. U masalan mayli hamma tomonlama yeyish, ichish, iqtisod tomonidan yaxshidir, lekin mehrga zor bo'lib o'tadi qarigan payti. Undan qattiq azob yo'q azizlar. Kelsa ham ana o'sha g'oyri dinlarning bolalari nabiralarini olib kelganda otasini, onasini oldida o'tirsa 1 soat, oshib borsa 2 soat o'tiradi, yana qaytib ketadi. Ana undan keyin qariyalari yana mehrga zor bo'lib o'tiradi. Bizning musulmonchilikdachi otalarimiz, onalarimiz xursand bo'lib bola chaqaning davrasida eng e'zozli, ikromli bo'lib o'tirishlik qayoqda-yu, qachon bayram kelarkan, bola chaqam, nabiralarimni olib kelarkan bolam deb o'tirishlik qayoqda. Ana islomning sharofati. Mana jonli misol, o'tgan hafta ko'rgan bo'lsanglar kerak ba'zilar. Saudiyada bir sud bo'ldi. Aka-uka bir-birini sudga berdi. Saudiya Arabistonida bo'layotgan voqea. Bu sudni ibrat oladigan jihati bor, aytib beraman. Ya'ni aka-uka sudga berdi, nimaga? Bitta onasi bor ekan, yoshi ulug' onasi. Akasi sudda ukasini sudga berib, onam men bilan yashaydi, onamga men qarayman. Ukasi esa sudga, akam boshqa joyga chiqib ketgan, onam men bilan yashaydi. Onam akam bilan emas, men bilan yashash kerak deb sudiyadan talab qiladi. Sud ana undan keyin qaror chiqarib berdi kimga? Kichkina o'g'ilga. Katta o'g'il yig'lab sudga u nima qildi? Murojaat qildi. Nega meni jannatdan mahrum qilyapsan? Keyin sudya javob berdi. U ham haqli, bu ham seni tug'ishgan ukang. Meni jannatdan mahrum qilding, men bu sudingdan rozi emasman deb yig'lab qon qaqshab qoldi. Ana musulmonchilik, ana yoshi ulug'larga, otalarimizga, onalarimizga bo'lgan munosabat, hurmat mana shunday bo'lishligi kerak. Qarigan paytida ularni go'yoki bir davri o'tgan inson sifatida qaramang, balki ular bizning taqdirimizni tubdan o'zgartiradigan inson sifatida qadrlang. Otamizni, onamizni qadrlab, xizmatlarni qilsak, duolarni olsak, bizdan baxtli odam bo'lmaydi bu dunyoda. Ularning xizmatlarini qilib, duolariga musharraf bo'lsak, bu dunyo, u dunyo xorlik nimaligini bilmaysiz, bilmay o'tasiz. Shuning uchun payg'ambarimizdan bir hadis bor. Yosh ulug'larning sharofatini, insonni balolardan to'sib turadigan 4 toifa narsa bor azizlar. Payg'ambarimiz nima deganlar bu borada? Payg'ambarimiz aytayaptilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mahlan anillahi mahlan. Oy bandalar deyapti payg'ambarimiz. Xudoga gunoh qilaverib azobini tezlashtirmanglar. Xudoning qahrini keltirmanglar deb payg'ambarimiz ogoh qilyapti siz bilan bizni. Laula shababun xushsha'un. Agar oranglarda yosh, ibodatgo'y yoshlar bo'lmaganda edi. Mana birinchisi, balolarga qo'rg'on bo'layotgan,
ofatlarga qo'rg'on bo'layotgan birinchi toifa ibodatgo'y yoshlar. Alloh rozi bo'lsin. Yosh bo'lib ibodat qilishlik bu juda katta jasorat, qahramonlik bu. Va ikkinchi toifani aytayaptilar payg'ambarimiz. Laula shuyukhun rukkaun. Yoshi ulug' qariyalar bo'lmaganda edi oraylarda. Ikkinchi toifa balolarga, qazolarga, ofatlarga qo'rg'on bo'layotgan, demak qalqon bo'layotgan toifa yoshi ulug'larimiz, otalarimiz, o'ydagi onalarimiz, buvilarimiz bo'ladi. Payg'ambarimiz uchinchi toifani aytadilar. Va laula atfalu ruddaun. Agar oraylarda emizikli chaqaloqlar bo'lmaganda, uchinchi toifa qalqon balolarga, demak balogardon chaqaloqlar emizikli. To'rtinchi toifa bahaimur ruttaun. Agar sizlarni oldinglarda o'tlab yurgan hayvonlar bo'lmaganda edi, lasubba alaykumul adabu sabba. Boshinglarga balolar, ofatlar seldek oqib kelardi degan ekanlar. Ana 4 toifani barokotidan, sharofatidan balolar bizdan to'silib turar ekan azizlar. Bo'lmasa bizni qilgan gunohlarimiz, qilgan ma'siyatlarimiz evaziga balolar seldek boshingga kelardi. Agar sizlarni oranglarda ibodatgo'y yoshlar bo'lmaganda, yoshi ulug' keksalar bo'lmaganda va atfalu ruddaun, ya'ni emizikli chaqaloqlar bo'lmaganda va o'tlab yurgan hayvonlar bo'lmaganda boshinglarga azob va uqubatlar, musibatlar seldek oqib kelardi dedilar. Demak, mana shu 4 ta toifa bizga balogardon ekan azizlar. Boshimizga kelayotgan balolardan, qazolardan, musibatlardan to'sib turuvchi omil ekan. Shuning uchun azizlar, yoshi ulug'larni qadrlaylik. Yo'lda yurganda ham qarang. Ba'zan yoshi ulug'lar avtoulug'da ketayotgan bo'lsa, uni ham hurmatini qiling. Orqasidan ularga beodoblik qilib, yo'qmasam ularga nisbatan go'yoki bir haqir nazar bilan qaramang. Yoshi ulug' bo'lganda yoshlikdagi quvvat bo'lmaydi. Yoshlikdagi zakovat ham, tez ilg'ab olishlik ham bo'lmaydi. Shuning uchun yoshi ulug'larni hurmat qilishlikni payg'ambarimiz mana shunday zikr qiladi. Bir kuni payg'ambarimiz oldiga nasihat qilib turganlarida bir qariya kishi kirib keldi. Shunda qariya kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kelayotganda yo'lda hech kim yo'l bermadi. Payg'ambarimizni achchiqlari chiqdi. Ya'ni yoshi ulug'lar kelayotgan bo'lsa yo'li kesilmaydi. Yoshi ulug'larga salom beriladi, yo'l beriladi va ular agar biror narsani ko'tarib ketayotgan bo'lsa yordam beriladi. Ana bu musulmonchilik. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, haligi yo'l bermaganini ko'rgan sahobalarni payg'ambarimiz aytdilar: "Qola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Wa man lam yarham saghirana va lam yuwaqqir kabirana falaysa minna." Kimda kim bizni yoshlarimizga izzat ko'rsatmasa, yoshi ulug'larimizni hurmat qilmasa, u mening qavmim emas, mendan emas dedilar payg'ambarimiz. Demak azizlar, yoshi ulug'larni hurmat qilib duosini olishlik ham bizga azizlar gardanimizga ham farz, ham qarz. Yoshi ulug'larni ko'rdikmi? Yordamga muhtoj bo'lsa yordam bering. Agar biror bir tashvishi bo'lsa tashvishini yengillashtiring. Yo'inki biron joydan o'tolmayotgan bo'lsa o'tkazib qo'ying. Yo'inki yo'lda turgan bo'lsa avtoulovda ketayotgan bo'lsangiz to'xtangda manziliga yetkazib qo'ying. Ana bu ham islom. Ana bu ham islomning buyurgan amallari. Ana bu payg'ambar alayhisolatu vassalom aytgan nima? Ya'ni yoshi ulug'larni hurmat qilganlar qariganda albatta izzat ikrom topadi deganlar.
va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis: inna min ijlalillahi ikramu zi shaybatil muslim wa hamilul qur'an ghayral ghali fihi wal jafi anhu wa ikramu zi sultonil muqsid. Sochi soqoli islomda oqargan musulmonni hurmat qilishlik Allohni hurmat qilishlik kabidir. Va homilul Qur'on, Qur'onni yodlagan qoriki u haddan oshib ketmagan, o'zining haddini bilgan. Qorini ham hurmat qilishlik Allohni hurmat qilishlik kabi. Va ikromu zi sultonil muqsid, odil hukmdorni ham e'zoz qilishlik, hurmat qilishlik, bu ham Allohni hurmat qilishlik kabidir deb payg'ambarimiz marhamat qildilar. Demak azizlar, bizga xulosa yoshi ulug' otalarimizmi, onalarimizmi, dodalarimizmi, buvlarimizmi, ularning hurmatini joyiga qo'yib, xizmatlarni qilib, ko'ngillarni olib, duolarni olishligimiz shar'an gardanimizga farz. Bu narsa Alloh buyurayotgan, Allohning rasuli buyurayotgan amal azizlar. Buni avvalgi jumalarda ham aytganman. Yana bu jumada ham aytishligim mumkin. Parvardigor Qur'oni Karimda aynan mana shu ota-onalarning hurmat izzati borasida bir qancha oyatlarni nozil qilgan. Ana o'sha oyatlardan biri Astaizu billahi va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu. Parvardigoringiz buyuradi o'zigagina ibodat qilishlikni. Va bil validayni ihsana, va o'zining ibodatidan keyingi amalga nimani qo'yapti? Ota-onaga yaxshilik qilishlikni buyuryapti. Ota-onaga xizmat qilishlik, yaxshilik qilishlik ham o'zining ibodatidan keyingi darajadagi ibodat azizlar. Imma yablughanna indakal kibar, vaqtoki qarigan chog'ida otangiz yo onangiz yoki har ikkalasi sizni qaramog'ingizda bo'lsa, fala taqullahuma uffin, peshonangni tirishtirib uff demagin ularni oldida. Wala tanharahuma, va ular biror bir yumushga buyursa bo'yin ham tovlamagin. Va qullahuma qawlan karima, va ularning oldida ularga yoqadigan so'zlarni topib gapirgin. Vaqfid lahuma janaha zulli, o'zingni kamtarin tutgin. Xorlik qanotingni tutib, o'zingni manmanlikka emas, ota-onangni oldida hech kim emasligingni bayon qilib, o'zingni kamtarin tutgin. Va qur robbi, va aytgin ey Parvardigorim, robbirhamhuma, ular meni go'daklik chog'imda tarbiyalaganlaridek sen ham ularga o'zing rahim qilgin. Ular menga rahmdil bo'lganidek sen ham ularga o'zing rahim qilgin deb duo qilgin deb Parvardigor ta'lim beradi. Ota-ona o'tmasdan oldin mana shu ta'limotlarga rioya qilishligimiz kerak azizlar. Ba'zan bilib bilmasdan jerkib tashlamang ota-onani. Ertaga pushaymon yeysiz. Jerkib tashlasangiz, ertaga bolangiz sizga 10 hissa qilib ziyodasi bilan qaytaradi jerkishlikni. Shuning uchun azizlar, bu biz uchun ota-onalarimiz eng g'animat ne'mat, yoshi ulug'larimiz ham. Mana shu joyda payg'ambar alayhisolatu vassalomning bir oldilariga sahoba kirib kelgan ekan. Ya Rasululloh, men sizni oldingizga siz bilan birga hijrat qilishlikka bay'at bergani keldim dedilar. Lekin ota-onam yig'lab qoldi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vassalom nima dedilar? Yur, mayli, men bilan yur demadilar. Ota-onangni qanday yig'latgan bo'lsang, ota-onangni shunday xursand qilasan-da, ota-onangning xizmatini qilgin, o'sha senga hijrat dedilar. Va bu g'azot masalasida ham keladi. G'azotga boraman deb kelganda payg'ambarimiz sani g'azoting ota-onangning xizmati deganlar. Shuning uchun azizlar, ne'matning qadri ne'mat zavol bo'lganda bilinadi. Ertaga ota-onadan ajrab qolganda dod faryod qilganimiz
bir pulga qimmat narsa. Nima bo'lsa demak borida bozor qilaylik, borida ko'rsataylik mehrimizni ham, izzat ikromimizni ham borida bildiraylik. Bu qaytar dunyo. Ertaga siz bilan bizga ham mana shu narsa bola chaqamizdan qaytajak. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.